Do'st qonun qoidasida salon suyitini yoqib qo'yib o'qiganman-da. Postga kirishda chiroqlarni o'chirib kiriladi. Chunki yoritish berdi yetarli-da. Postga kirib kirishda salon suyitini yoqib qo'yib, faralar o'chirib kirish kerak. Endi ular o'qimagan bo'lishi mumkin, lekin men o'qiganman-da. Salon suyitini yoqib qo'yib, chunki ichidagi salondagilar ko'rinish kerak, farani o'chirish kerak. Ha. Bo'ldi, ha. Hozir. Yo, siz agar protokol qilsangiz, qog'ozda protokolga tuzasiz komandir. Postga kirganda salon suyit yoniq deysiz, faralar o'chirib kiryapsiz, patlanik yoniq deysiz. Yo'q, siz menga hop bo'pti, hop hozir kitobim uyda qolgan, ha deb turing. Yo'q, Alloh ilovaga mening vaqtim yo'q-da. Siz Yo, sizni vaqtingiz bo'lsa, meni vaqtim yo'q-da, chunki shoshyapman. Komandir, siz yozing, mayli gap so'z yo'q, qog'oz protokoliga yozib bering. Aytaymanki, qog'ozda protokolga yoqib bering, gap yo'q. Ha? Aytaymanki, qog'ozda protokolga yoqib bering, iltimos komandir. Siz ma'muriy soat ushlab turishga vaqtim bor meni. Hop, ushlab turasiz, gap so'z yo'q. Aytaymanki, hop, ko'rsatib bera olmadi deb yozib bering qog'ozda protokolga, tamom. Ya, komandir qiziq ekansiz-ku, meni vaqtimni olmang iltimos sizdan. Meni ham video vizitga kelyapman aka. Ijtimoiy tarmoqqa agar nima bo'lsa chiqaraman. Chunki bu narsani men juda ko'p ko'rdim-da men. To'g'risi, doim video registrator telefonda kirib kelaman. Libojeda. Aytaymanki, bu gap so'z yo'q, yozing, qog'ozda protokolga yozib bering, bo'lgan voqeani yozib bering, realni. Chunki men o'qiganman bu narsani. Salon suyiti lekin yoniq turish kerak. Yo, komandir, iltimos sizdan, meni vaqtimni olmang. Chunki shoshib turibman, keling, iltimos. Gap so'z yo'q, agar yozsangiz, yozib bering, qog'ozda protokolga yozib bering. Yo, aytaymanki, men hozir endi ko'rsatganim kitobning narigi moshinada qolib ketibdi. Kitobda yozilgan. Chunki men buni ishonch komil qilaman, aniq bu narsa. Chunki sudlashganman ham shu to'g'risida. Xo'p, charchaman, komandir. Yo'q, bu meni mulkimda bu. Bu mening mulkim bu. Hop. Siz hozir noqonuniy men to'sqanim uchun siz javob berasiz-da. Noqonuniy to'sib turib, menga hozir sen farani o'chirib kirding deb turib, menga noqonuniy tuhmat qilyapsiz ishonchi. Yo, ben olmadim, yozishingizda haqqingiz ham yo'q, yoza olmaysizlar. To'g'risi gap-da. Men dokumentim ham yo'q joyida ekan. Remni toqib kiryapman. Patpanini o'chirib, farani o'chirib, salon suyitini yoqib kiryapman demak, qonuniy kelyapman chunki. Shu narsani o'qiganman, komandir, iltimos. Mana o'shani ko'rsatib bering. Hop, ko'rsatib bera olmadim siz. Ko'rsatib berilmayapti. Hop, yo'q, komandir ko'rsatib bera olmadim. Lekin hop yozing. Yozing, qog'ozda protokolga yozing deyman, komandir. Ko'rsatib berilmayapsizmi? Yo, komandir, keling, iltimos, tortishmaylik. O'zingizni ham asabingiz buzmang, meni ham asabimni buzmang, iltimos. Keling. Men asam buzar. Yozilgan narsa, buni ko'rsatib bering, shu yozilgan narsani. Hop, ko'rsatib bera olmadim. Hozir kitob yo'q bo'lsa qayerdan ko'rsataman? Men sizga aytganim bilan ishonmayapsiz-ku, to'g'rimi? Aytganim bilan. Endi hozir tutgan meni vaqtim yo'q deyapman, shoshib turibman deyapman, komandir. Bu tutib chiqish kerak. Soat ushlab turishga vaqtim bor. Hop, ne soat ushlab? Ha, bo'ldi, gap so'z yo'q, qo'yib ushlab turing, yo'q qolsam, komandir. Keling, o'zingizni ham asabingizni buzmang. Charchamang, oq yo'q. Nima deysiz? Tushunmadim. Nima deysiz, komandir? Sizga tilanadi. Yo, o'sha oq yo'l demaganingiz uchun men sizga oq yo'l dedim-da. Chunki eshitmadim men bu gapingizni. Gap yo'q. Yaxshi ishlang, charchamang. Xo'p, salomat bo'ling. Mana obunachilarimiz ko'rdilaring. Namangan Post, Perevolga chiqib ketish. Dan xodimni qilgan ishi. Farani o'chirib kirdi deydi. Ha, o'chirib kiraman-da. Dan postdan kirib kelyapman.
Remini toqqanman, salonni suyitini yoqqanman, mana salonni suyiti ham yonib turibdi. O'zi ham bilib turibdi.